Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar, vatandoshlar. Mana bugun Munchoq mahallasida hammamizni e'tiborimiz, xabarimiz o'zimizga yetarli. Shu Munchoq xalqida O'zbekiston xalq baxshisi birinchi raqamli Shogirdibaxshi Boltayev o'zimizni yurtimizga tanilib, el iftixorida yurgan inson. Mana shu Munchoq mahallasining qoq markazida katta daryolik bor. Shu daryolikning ustidan transport o'tadigan, ohista, chiroyli o'tadigan katta ko'prik qurilgan. Bu yo'l Xonto'raxon nomidagi Munchoq mahallasida joylashgan qabriston bor. Shu qabristonga transport orqali hozirgi kunda bemalol ohista boriladi. Oldin shag'al yo'li edi, hozirgi kunda homiylar tomonidan mana shu Munchoq mahallamizda o'sgan yoshlar hozirgi kunda homiylik qilib, mana shu xalq orasida yurgan yigitlar, shu Munchoq mahallasida yashayotgan fuqarolar bilan birgalikda hashar yo'li bilan 100 metrga yaqin yo'l beton yo'li qilindi. Mana hozir shu qabristonimizga bemalol transport orqali qishda bo'lsa ham, yozda bo'lsa ham, yog'ingarchilik kunlari bo'lganda ham transport orqali qiynalmasdan bemalol ohista boriladi. Mana shu hashar yo'lida qatnashib, mahallamizda mana shu shuncha fuqarolariga, oilalariga tinchlik, totuvlik, xotirjamlik, oilaviy baxt tilaymiz. Xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar qilsin, oilaviy baxt ko'paysin, o'zidan ko'payaversin. Agar hozir yana bundan keyin ham mana shunday homiylarimiz bo'lsa, ko'prikdan yuqori tomoni ham 150 metrga yaqin yo'limiz qolyapti. Yana davom ettirsak bo'ladi. Agar bemalol homiylar bo'lsa, tortinmasdan xabar qilinsa, mana shu mahalladagi yoshlarimiz, xalqimiz rahmat. Mana hozirgi kunda mana shu xalq hashari bilan qilinayotgan beton yo'lga bosh bo'lib, hozirgi kunda Munchoq mahallamizda hokim yordamchisi bo'lib ishlagan Rahmatulloh Boltayev mana shu Baxshi boboning to'ng'ich farzandi boshliq qilib, mana shuni xalqni yig'ib, hashar yo'li bilan mana shunday ishlarni amalga oshiryapti. Mana shu ukamizga ham oilaviy baxt tilaymiz, xonadoniga tinchlik, totuvlik, ishiga baraka, Alloh baraka bersin. Aytganlarning xonadonda fayz barakat bo'lsin, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, yurtboshimiz omon bo'lsin. Hammalaringizga tinchlik, xotirjamlik, e'tiborlaringiz uchun